السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا إخوتي الأكارم إلى مركزنا فن وتعليم. الحمد لله الذي وفقنا أن نتعلم اللغة العربية بكتابنا هذا، دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه أكرم مسؤول وخير مأمون. وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Muhtaram aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan birinchi darsda o'tgan edik. Endi inshaalloh ikkinchi darsda o'tamiz. Dars o'tishdan oldin niyatlarimizni to'g'rilab olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan min turuqil jannah." Aw kama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kim bir ilm yo'liga kirib, shu ilm yo'lida bir yo'lga kirib, u yo'lda ilm talab qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatga kiradigan yo'lni oson qilib qo'yadi. Jannatga kiradigan yo'lni oson qilib qo'yishligi bu ilm o'rganishlik bilan bo'ladi. Ilm nima? Ilm Alloh tanish, payg'ambar tanish, din islom tanish. Qabrda nima so'raladi? Robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim? Mana shu narsalarni o'rganishimiz uchun bizni asosiy bu Alloh haqidagi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va dinimiz islom haqidagi ma'lumotlar arab tilida. Shuning uchun mana arab tilini qo'limizdan kelgancha eng oson uslubda o'rganishga harakat qilamiz. Hop, demak, ad-darsu sani, ikkinchi dars. Zalika, u anavi degani. Zalika, u anavi. Ma zalika, hu anavi nima? Zalika najmun, o'sha yulduzdir. Hada masjidun, bu masjiddir. Zalika baytun, hu anavi esa uydir. Hada hisanun, bu ayg'ir otdir. Zalika himarun, u anavi esa eshakdir. Zalika kalbun, u anavi itmi? La, yo'q. Zalika qittun, o'sha mushukdir. Ma zalika, hu anavi nima? Zalika sarirun, o'sha yotoqdir. Man haza, bu kim? Va man zalika, hu anavi esa kim? Haza mudarrisun va zalika imamun, bu mudarris, u anavi esa imomdir. Ma zalika, u anavi nima? Zalika hajarun, o'sha toshdir. Haza sukkarun, bu shakar, va zalika labanun, hu anavi esa sutdir. Demak, uyga vazifa, buni 5 marta arabchasini o'qiymiz, faqat tarjimasiz. Keyin 5 marta ham arabchasini ham o'zbekchasini tarjima qilamiz. Demak, bitta zalika degani, hu anavi degani, bitta o'g'il bola so'zga ishlatiladi. 3 metr uzoqlikda masofada turgan yoki 3 metrdan uzoqroq masofada turgan bitta o'g'il bola so'zga ishlatiladi. Xoh u o'g'il bola so'z aqlli, jonli bo'lsin, xoh aqlsiz, jonsiz bo'lsin, farqi yo'q. Mana qarang, yulduzga ham ishlataverasiz, uyga ham, masjidga ham, eshakka ham, otga ham, itga ham, karavotga ham, mushukka ham ishlataverasiz. Zalika degani u anavi degani. Savol berayotganimizda hu anavi nima deymiz, javob berayotganimizda esa o'sha deb aytamiz. Hop, savollar bo'lsa guruhimizga yozaverasizlar, inshaalloh javob beramiz. Keyin yana zalikadan keyin kelgan so'z har doim uning oxirgi harfi u bo'ladi yoki un bo'ladi. Masalan, alif lam mim, zalikal kitabu. Alif lam mim, hu anavi kitob deyapti. Qur'oni Karimda Baqara surasida. Qaysi kitob? La rayba fi. Bunda shak shubha yo'qdir. Zalika 3 metr masofani ko'rsatadi dedik. Nimaga Alloh taolo bu yerda hu anavi kitob deyapti? Bizda kitob yonimizda turadi, to'g'rimi? 3 metr oyat turmaydi Qur'on. Nimaga zalika hu anavini ishlatyapti? Zalika bu yerda hu anavi degani ulug'lashlik ma'nosida. Masalan, hali biz kinolarda ko'rganmiz, endi voqeada ko'rmaymiz, chunki kinoni misol qilamiz. O, mening podshohim deydi. O'zi podshoh yaqinda turgan bo'ladi. Nimaga? Ulug'lashlik uchun. O deb gapiradi. Ya'ni insonlar holati. Endi Alloh taolo bu kitobda, bu kitob, bu qanaqa kitob? Bu ulug' kitob. Shuning uchun zalikani keltiryapti. Demak, lug'atlarimiz imamun, imom, hajarun, tosh, qarang, hajarul asvad nima degan? Qora tosh degan.
Hajarul asvad. Hajarul asvadni o'pdingmi, ushladingmi deydi umraga borganda. Hajarun tosh degani. Qanaqa tosh? Xarsang toshga aytiladi. Tog'li toshga. Silliq, hali daryo tagidagi toshga emas. Xarsang toshga aytiladi. Keyin katta, yo'g'onroq toshga aytiladi. O'zi u Hajar al-Asvad katta tosh bo'lganda, Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurayotgan paytda Jibril jannatdan olib tushib bergan u toshni. Sukkarun shakar, ovqat kamaytirib uradi, shakar. Labanun sut. O mashq, buni o'qing va yozing deb. Ham o'qiysiz, ham yozasiz. Tamrinun degani mashq degani. Yozishni bilmayman men desangiz, ma'lum soyada ko'chirib chiqing, yozishni o'rganib olasiz. Va buni ham yozing. Bitta daftar tutasiz. Xuddi shunday qilib yozib chiqasiz mana. Tamrinun deysiz, keyin ikkinchi dars deysiz. Keyin mana buni yozib chiqasiz. Haza sukkarun. Bu shakardir. Mana birinchi darsda o'tdik. Haza bu degani 1 metr masofadagi bitta o'g'il bola so'zga ishlatiladi dedik. Va hazadan keyin kelgan so'z ham nima bo'ladi? Oxiri un yoki u bo'ladi. 1 metr masofa yoki 1 metrdan yaqinroq bo'lgan masofaga ishlatiladi. Bu ham tirikka ham, jonlikka ham, jonsizga ham ishlatiladi. O'g'il bola so'z bo'lishi kerak, bitta bo'lishi kerak. O'g'il bola so'z. Ya'ni muzikoy rod bo'lishi kerak. O'g'il bola so'z degani shunaqa. Muzakkar deydi arab tilida. Va zalika labanun hu anavi esa sutdir. Man zalika hu anavi kim? Zalika imamun, o'sha imomdir. A zalika qittun hu anavi mushukmi? Mana a mi qo'shimchasi. Qittunda ma'lum nima bor? Tashdid bor. Qittun mushuk degan. Hirrun ham mushuk, qittun ham mushuk. Qittun aka uy mushugi, baloqvoy. La yo'q. Zalika hu o'sha kalbun. Itdir. Qarang, o'sha deyapmiz. Savol berayotganda hu anavi deyapmiz. Javob berayotganda nima deyapmiz? O'sha. Azalika hu anavi mushukmi? La yo'q. O'sha itdir. Ma hada bu nima? Hada hajarun. Bu toshdir. Endi ma bilan haza kelgan paytda birinchi hazani aytamiz. Bu nima deymiz? Nima bu desiz ham bo'laveradi. Zarari yo'q. Alloh taolo hammamizga g'aflat bersin, qalbimizga yoshlikni foqatlash boshlasin. Barakallohu fik.